Xalqimizda qarisi bor uyning parisi bor degan naql bejiz aytilmagan. Chunki nuroniylar hayot maktabi, sabr, toqat, duo va durustroq yo'l ko'rsatuvchi beqiyos xazinadir. Bugun jamiyat taraqqiyoti, hayotimiz farovonligi, yurtimizdagi tinchlik va osoyishtalikning bardavomligida ham otaxon onaxonlarning o'rni beqiyos. Ular naiki o'tmish guvohlari, balki bugungi islohotlarning faol ishtirokchilari, ertangi kun uchun tayanch tajriba egalaridir. Yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlarda nuroniylarning fidokorona mehnati, hayotiy tajribasi va ibratli maslahatlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ota-bobolarimiz va momolarimizning duosi, harakati va tashabbuslari bilan mamlakatimiz rivojlanib, taraqqiy etmoqda. Davlatimiz rahbari tomonidan nuroniylarga bo'lgan yuksak e'tibor va ishonch ortida ham chuqur ma'no mujassam. Chunki nuroniyga e'tibor, millat kelajagiga e'tibor. Ana shunday ezgu g'oyalar ifodasi sifatida Andijon viloyatining Asaka tumanidagi Otalar choyxonasi bugun nuroniylar uchun samimiy muloqot va fikr almashinuv maskaniga aylandi. Bu yerda viloyatning turli hududlaridan tashrif buyurgan faol nuroniylar, ko'pni ko'rgan, hayot maktabini bosib o'tgan piru badavlat otaxonlar jam bo'lishdi. Bir piyola choy ustida o'tgan gurunglar samimiy, mazmunli va hayotiy fikrlarga boy bo'ldi. Asakalik nuroniylarda kayfiyati nihoyatda yuqori darajada desam mubolag'a bo'lmaydi. Asaka tumanida 340 mingdan ortiq aholi yashayotgan bo'lsa, shundan 31 mingdan ortig'i nuroniy faxriylar, keksa otaxonlar, onaxonlar, eng quvonarlisi 100 yoshli onaxonlar istiqomat qilyapti. Bugungi kunda muhtaram prezidentimiz bizga ishonyapti desam to'g'ri bo'ladi. Chunki har galgi uchrashuvlarida, suhbatlarida, murojaatlarida biz nuroniylarga aytib, sizlar hali ko'p ishlarni bajarasizlar. Sizlar hali menga yelkadosh bo'lib yonimda turasizlar. Sizlar hayotning nuri, ziyosilar. Ana shu ziyoni, nurni tarqatishinglar kerak degan so'zlari bizni har bitta nuroniyda, har bitta faxriyda, har bitta otaxon, onaxonni qalbiga boshqacha bir ta'sir qilyapti desam, go'yoki ana shu so'zlar bilan bugungi kunda faxriylarimiz, nuroniylarimiz yana bir hayotga qaytyapti desam to'g'ri bo'ladi. Ana shu nuqtai nazardan mana Asaka tumanidagi faol nuroniylarimiz ham o'zlarini mehnati bilan, o'zlarini mahallalarda olib borayotgan ishlari bilan o'zlarini ko'rsatyapti desam ham to'g'ri bo'ladi. Mahalliy erkinlik bilan birgalikda ular yelkadosh bo'lib mahallaga chiqyapti. Mahalliy erkinligini qatoriga faol nuroniylar qo'shildi. Hayotiy tajribaga ega bo'lgan, uzoq yillar mehnat qilgan, boshqalarga o'rnak bo'ladigan faol nuroniylar bugun mahkam belni bog'lashdi. Ular barcha sohalarda o'zlarining hissasini qo'shmoqda. Ayniqsa mana muhtaram prezidentimizning farmonlariga asosan biz respublikamizda kambag'allikdan farovonlik sari dasturi loyihasi demak e'lon qilingan bo'lsa, ana shu dasturli loyihani amalga oshirishda ham faol nuroniylarimiz faollik ko'rsatyapti mahallalarda. Tengma-teng mahalliy erkinligi bilan mehnat qilyapti desam to'g'ri bo'ladi. Bizi Asaka tumanida 76 mahalla fuqarolar yig'ini bo'ladigan bo'lsa, har bitta mahallada bugungi kunda 3 tadan faol nuroniy mana shu kambag'allikni qisqartirishiga, kambag'allikdan farovonlik dasturini amalga oshirishga jalb etilgan. Ularning yordamida hozir birinchi, ikkinchi bosqichlarda 1031 nafar kambag'allikni chiqarishga mahalliy erkinlik o'zlarining yordamini ko'rsatdilar. Ular har bitta kambag'al oilaga kirib, ularning dardini eshitdi. Bekarga prezidentimiz aytmagan ekanki, hayotiy tajriba ega bo'lgan mana shu kayvon otaxon, onaxonlar kirib, ularning dardiga quloq soladigan bo'lsa, ular boshqalarga aytmagan dardini mana shu bizning nuroniylarga aytayapti. Natijada ularga bugun nima kerak? Ozgina turtki moddiy tomondanmi, ma'naviy tomondanmi? Mana shu ishlarni amalga oshirishda ularga ko'makchi bo'lishyapti. Asaka tumanimizda hozirgi kunda 651 nafar kambag'al oilalar farzandlariga muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan stol-stullar yetkazib berdik. 441 nafar o'quvchilarga esa ana shu kambag'al oilalarning farzandlariga sport kiyimlari, 341 nafar o'quvchilar
hayotidan nuroniylarning tutgan o'rni va faol ishtiroki atroflicha muhokama qilindi. Xususan kambag'allikni qisqartirish, aholi salomatligini mustahkamlash, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish yo'lida amalga oshirilayotgan ishlarda nuroniylarning hissasi alohida e'tirof etildi. Ular o'z mahallalarida aholi muammolarini yaxshi biladi. Har bir oilaning holatidan xabardor ekani bilan islohotlarning eng quyi bo'g'inida faol ishtirok etmoqda. Muhtaram prezidentimizning nuroniylarga bo'lgan ishonchi juda ham katta. Andijon viloyatiga kelganda nuroniylarning suhbatlarini eshitamiz prezidentimiz tomonidan. Juda ham zo'r ishonch bildiryapti. Chunki kayvoniy otaxonlar, kayvoniy onaxonlar bu mahallaning ko'rki bular. Foydalanyapmiz hamda. Qarang, yurtda tinchlikni qarang, osoyishtalikni qarang, mana qo'shni davlatlar bo'lgan munosabatlarni qarang, atrofdagi bo'layotgan voqealarni mana ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz, qulog'imiz bilan eshityapmiz, televideniya, matbuot orqali ko'ryapmiz. Juda ko'p davlatlar notinch davlatlar hozir. Demoqchimanki, bizga prezidentimiz shunchalik ishonch bildirib, davlatimizni ijtimoiy iqtisodiy rivojlanishga o'zimizning hissamizni qo'shishga chaqirayotgan ekan, biz unga labbeda javob berishimiz kerak. Qilayotgan ishlarimizdan mana o'zimiz xulosa qiladigan bo'lsak, 25-yilda juda ko'p ishlar qildik. Qarang, kambag'allikdan farovonlik sari dasturini qarang, 405-qarorda. Hech qaysi davlatda bunaqa narsa yo'q. Masalan, biz Jaraqli tumanida hozir 1225 ta xonadonda atrofida nuroniylar o'rganibdi. Nuroniylarimizning eng faollarini saralab ajratib olib, ularning oldiga vazifalar qo'ydik. Kambag'allikdan chiqarish bo'yicha. Muhtaram prezidentimizning murojaatnomasini eshitdik. Hamma ishlarni hammasi kelajak avlod uchun qilyapti. Shuningdek, 3 avlod uchrashuvlari qo'sha qarish saodati, bir nuroniy 10 yoshga mas'ul, nuroniy har bir oilaga mas'ul kabi ijtimoiy loyihalarda otaxon onaxonlarning faolligi alohida qayd etildi. Bu tashabbuslar yosh avlodni milliy qadriyatlar, ota-onani e'zozlash, vatanga sadoqat ruhida tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bilan birga jamoatchilik nazoratini kuchaytirish, mahallalarda tinchlik va osoyishtalikni ta'minlashda nuroniylarning o'rni beqiyos ekani ta'kidlandi. Mamlakatimiz prezidenti tomonidan xalq xo'jaligining barcha sohalariga, ayniqsa ta'limga, mudofaaga, sud tizimiga, sanoatning barcha sohalariga bergan e'tibori odamni quvontirmasdan qo'yilmaydi. Bu narsani yaqqol guvohi mana mamlakatimizda olib borilayotgan obodonlashtirish ishlaridan ham ko'rinib turibdi. Yangi Andijon, yangi O'zbekiston masjidlarining barpo etilishi bu xalqimizni farovon hayot kechishi uchun amalga oshirilayotgan ishlar deb o'ylayman. Biz musafirlar bilan mana bugun bir o'tirib gaplashib, shu narsaga kelishib oldikki, mamlakatimiz prezidenti tomonidan nuroniylarga berilgan e'tiborni biz dildan his qilib, shunga munosib ravishda javob qaytarishimiz lozim deb topdik. Sababi xalqimizni farovon bo'lishi uchun, mamlakatimizni jahon mamlakatlari o'rtasida o'zini mavqeiga, o'zini o'rniga ega bo'lishi uchun, yoshlarimizni shu jahon tengdoshlari bilan o'zaro raqobatlasha olishi uchun biz qo'limizdan nima keladi? Biz nima qilib bera olamiz? Prezidentimizning yonida turib, xalqimizni mana shu farovon hayot uchun qanday hissamizni qo'sha olamiz degan narsalarda bir suhbatlashdik. Bu albatta o'tgan davrlardan saboq va bugungi kundagi nisbatan haligi xursandchilik bilan haqiqatdan ham nuroniylarga berilgan e'tibor bu tahsinga sazovor. Prezidentimiz bekorga aytmayapti. Bugungi yoshlarimiz albatta yangi O'zbekistonning bunyodkorlari. Bunyodkor qanday bo'lish kerak? Bunyodkor tarbiyalangan bo'lish kerak. Bunyodkor bilimli bo'lish kerak. Bunyodkor qator tillarni va yetuk mutaxassis bo'lish kerak. Bu borada biz nima qilyapmiz? Mana shular haqida suhbatlashdik. Muhokamalarda shuningdek kambag'allikdan farovonlik sari dasturi ijrosida nuroniylarning amaliy ishtiroki sarhisob qilindi. Ular o'z hayotiy tajribasi orqali oilalarni mehnatga undash, tadbirkorlikka yo'naltirish, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralarini joyida tushuntirishda faollik ko'rsatmoqda. Bu esa dastur samaradorligini oshirishga xizmat qilyapti. Ulug'nor tumani misolida oladigan bo'lsak, mavjud 23 ta mahallani hammasida sog'lomlashtirish guruhlari, g'ayratli keksalar guruhlari tashkil qilinib, ularda shu maktabdagi
sport maydonchalari, sport zallaridan foydalangan holda hozir bularda g'ayratli keksalar guruhlar tashkil qilinib, bu yerlarda muntazam mashg'ulotlar yo'lga qo'yildi. Bundan tashqari 5000 qadam degan muntazam bu harakat yo'lga qo'yildiki, bu kundalik bizi mashg'ulotimizga aylandi. Bundan tashqari velosipedchilar guruhlari tashkil qilinib, har kuni 5-6 kilometr masofaga shu velosipedchilar guruhini mashg'ulotlari ham yo'lga qo'yildi. Natijada nuroniylarimiz orasida o'zini sog'ligini tiklashga bo'lgan ishtiyoq kuchaydi. Ayrim mahallalarimizda 40-50 yoshdan oshgan ayollar piyoda yurib o'zlarining sog'liqlarini tiklashyapti. Shuningdek, suhbatlarda davlatimiz rahbarining 2025-yil 26 dekabr kuni parlamentga va xalqimizga yo'llagan murojaatnomasida belgilangan ustuvor yo'nalishlarga ham alohida to'xtalib o'tildi. Unda ijtimoiy adolat, inson qadri, mahalla faolligini oshirish, kambag'allikni qisqartirish va jamoatchilik nazoratini kuchaytirish masalalarida nuroniylarning roli alohida ta'kidlangani e'tirof etildi.